Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan og'izda eriydigan ajoyib gul xonim pishiramiz. Bugungi xonimimizni boshqacharoq retseptda ko'rsatmoqchimiz. Buning uchun biz oldindan nachinkani tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun piyoz, kartoshka, go'shtlarni to'g'rab, ziravorla solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Va har doimgidek xonimga qilinadigan yumshoqroq xamir qilib olib qo'yamiz. Va xamirlarimizni yupqa qilib yoyamiz va poloska ko'rinishida kesib olamiz. Примерно 1,5 qarich uzunlikda kesib olamiz. Retseptimizning shu joyida xamirimizga yog' surishimiz kerak, lekin biz yog' surmaymiz. Yog' o'rniga qaymoq suramiz. Xonimimizning eng katta siri ham o'shanda. Qaymoq juda ham zo'r mazza beradi. Ham og'izda erib ketadigan xonim bo'lib chiqishiga yordam beradi. Qaymog'imizni yaxshilab eritib olamiz. Suyuq holga kelgandan keyin yoyib kesib olingan xamirimizga surib chiqamiz. Va ustidan nachinkasini qo'yamiz. Nachinkalarni qo'yib, gul ko'rinishida o'rab olamiz. Va listimiz to'lguncha hamma xonimlarimizni shu ko'rinishda tugib olamiz. Va gazimizga suv qo'yib qo'yamiz. Suvlarimiz qaynab chiqqandan keyin xonimlarimizni 45 minut davomida pishirib olamiz. Juda ham zo'r bo'lib og'izda eriydigan bo'lib pishadigan xonimimiz tayyor. Tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Izohinglarni kutaman.